Yo 7 mahal ovqat yedi. Yo piyodadan aylanib ko'ryapman. Orqasi ham o'sha. To'shni mol o'zgarmagan. Hozir doktor chaqiraman. Jamshidga bu o'tgan yildan umuman o'zgarmagan. Bunga biror nima berdingizmi? Albin bu yerdan qusoryapti-da. Yo'q. Siz esa videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, biz sizlarga qusmaydigan dorini ko'rsatib beramiz. Alvet suspenziyasi netofarmda ishlab chiqarilgan bo'lib, buni birinchi afzallik tomoni ta'mi tahir emas, achchiq emas. Yedirganda hayvoningizga priyatniy bo'ladi, yo'taltirib, qustirib yubormaydi. Ikkinchi afzallik tomoni esa testodalarni lichinkalik davrida yo'q qiladi. Bu degani qo'zlarimiz yerdan, o'tdan o'sha bosh miyaga tushadigan qurt parazitlarni lichinkalik davrini yeb yuborsa agar, oddiy qilib tushuntiryapman, o'shani ichakdagi paytida yo'q qilish xususiyatiga ega. Jigardagi barcha tur gijjalarni urib berishga aqli yetadigan yagona preparat hisoblanadi. Buni qo'llab ko'rgan o'zi biladi, bilmagan ham bilmay yuraversin. Jamshidbek, oling. Oba. Alvet dorisi 12 kg tirik vaznga 1 gram me'yorda ertalab och qoringa beriladi. Bu videoni xuddi mana shunday mol boqadigan yoki qo'y boqadigan chorvasi bor do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lish esa esdan chiqmasin.